到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会荡起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明，超级厉害，超级神奇的怪物数学小分队。ikki top, 4 top, 6 top. Vah! oh Markes, kechirgin, chig'iriq ekran meni bak qo'rqitibdi. Ha, hechqisi yo'q, sen nomerga erişding. Chirqiriq ekran doim ko'ngilni qo'rqitib yetadi. Chirqiriq ekran Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluqlar matematika tushadi paydo bo'ladi. O Mufti xonimkan. O g'alati maxluq yaslisining o'qituvchisi bo'ladi. Yaxshimi Mufti xonim? Bek yaxshi bo'ldi. Ta'limga sizlar borgansizlar. G'alati maxluq matematika atratiga bugun alvos yuzlik rasm tushish kuni. Men alvos yuzlik rasmga tushish kunini bakmi yaxshi ko'raman. O kuni barliq kichik maxluqlar o'pcha rasmga tushidi. Uning ustiga ular alvosda g'alati yuzlik niqobni taqaydi. Shunda, biroq chatoq bo'lg'ini barliq alvos g'alati yuzlik niqoblar aralashib ketdi. Men qaysi niqobni qaysi maxluqqa mos kelganligini bilmadim. Mufida xonim, andish qilmang. Biz cho'qim sizga yordam qilamiz. Rahmat sizlarga g'alati maxluq matematika atrati ham sal turib ko'rishaylik. Men ishnimakki biz faqat g'alati maxluq matematika o'qimini ishlasak, cho'qim bu niqoblarning qaysi maxluqning ishkanligini topa olamiz. Shundoq, chunki g'alati maxluqlar matematika hukmi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluqlar matematika atratiga qo'shilib birlikda vazifa o'rnadingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar. Bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnashimizga yordam beradi. Raqamlik maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askarning so'zi bo'lsa, o'lchash. Kelar qadim raqamlik maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. O'lchash. Hozir demaysan-ku, kelar qadim raqamlik maxluqni ko'rganda andin degin. Ma'qul. G'alati maxluqlar matematika atrati biz birlikda alvos yuzlik niqoblarni ratliklab boraylik. Yaxshimisiz Mufida xonim? Sizlar dal vaqtida keldinglar. Bu kichik maxluqlar sabr qilmay qoldi. Ular alvos yuzlik niqobni taqmoqchi. Ben qizqanlikka. Azroq bu qizqanlik emas ekan, ben qo'rqinish ekan. Sen bek tutgansan. Mufida xonim ansirmang. Biz sizga bu alvos yuzlik niqoblarni ayirib beramiz. Biroq biz qaysi niqobdan qaysi maxluqqa mos kelganligini bilmaymiz-da, ha? Niqob bilan g'alati maxluqning razmerini o'lchash, undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. O'lchash. Ko'pchilik tayyorlanib bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 O'lchash. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rish ekrani keldi. Bir cho'ng ham egiz g'alati maxluq bir chapan olmoqchi bo'pti. Bir dona kichik o'lchash g'alati maxluqqa uning yordam qildi. O'lchashdagi sonlarni sanab baqsaq razmerini bilalaymiz. Razmeridan kelgan chapanmi uningga dal keladi. 1 2 3 4 jami 4 bo'lak. U g'alati maxluqning egizligi 4 o'lchash bo'lagi. Av kichik chapanning uzunligi 2 o'lchash bo'lagi. Bu chapan bek kichikkan. Yana bir chapanning uzunligi 4 o'lchash bo'lagi. Bu razmliq chapan uningga mos keladi. Bek yaxshi bo'ldi. Biz qanday o'lchashni bilib oldik. Hamda biz qaysi maxluq bizga yordam qilib bo'ladiganligini bilib oldik. O'lchash g'alati maxluqi. Undaqda biz g'alati maxluqlar bilan niqobning razmini o'lchaylik. Tayyor bo'ldinglarmi do'stlar? Biz cho'qib qila olamiz. Biz birlikda g'alati maxluq matematika bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Men kichik maxluqlarni o'lchay. Hey, kichik maxluqlar, medirlama joyinglar jim turinglar. Hey! Voy, ehtiyot qil. Voyjon. G'alati maxluqlar bek tutgan.
ekansizlar? Bo'ldi, kichik maxluqlar. Bu yoqqa kelib tez yig'ilinglar. Xaliti maxluq matematika atradikilar sizlarning niqoblarni tepib bergili yordam keldi. Ular bizga qanday o'lchash usulini ko'rsatib qo'ydi. Ha, o'lchashni boshlaylik. Ölçmekçi bo'lgan narsamizni o'lchash xaliti maxluq bilan mandaq o'lchaymiz. Biz bu niqobning uzunligi qancha bo'lganligini sanab boqaylik. 1, 2, 3. Bu niqobning uzunligi 3 o'lchash bo'ligi ekan. Shunga bizmi egizligi 3 o'lchash bo'lib keladigan g'alati maxluqni tepishimiz kerak. Bo'ladi kichik maxluqlar. Kim birinchi bo'lib o'lchaydi? Mufida xonim bizga eng muvofiq keladigan niqobning kichik maxluqlarning beshidan putgacha o'rab turganligini degan. O'lchash kichik maxluqi tayyorligim putdimi? Tega tayyor bo'lmadingmi? To'g'ri. O'lchash xariti maxluqi kichik maxluqlarning beshini o'tkazib o'lchish kerak. O'lchash maxluqi kichik maxluqlarning beshidan putgacha o'lchish kerak. Biz birlikda o'lchaylik. Birlikda o'lchagan soni sanab boqaylik. 1, 2. Bu kichik maxluqning egizligi 2 o'lchash bo'lik ekan. Bizning o'lchagan niqobning uzunligi 3 o'lchash bo'liki. Undaqda bu niqob bu kichik maxluqqa mos kelmaydi. Bak cho'ng kelib qoladi. Bu niqob kichikroq ekan, balki bunga mos kelishi mumkin. 1, 2. Bu niqobning uzunligi dal 2 o'lchash bo'liki ekan. Bu niqob unga dal keladi ekan. Biz bu niqobga mos kelgan kichik maxluqni topaylik. Bu kichik maxluqning egizligi 3 o'lchash bo'liki ekan. Biz bu niqob sana mos kelamdi yo'q qarab boqaylik. Tezroq harakatlaninglar do'stlar. O'lchash bo'liki birlikda sanaylik. 1, 2, 3. Bu kichik maxluqqa mos keldi ekan. Yaxshi qildinglar. Biz birlikda boshqa kichik maxluqlarni o'lchaylik. Yaxshi qildinglar do'stlar. Biz kichik maxluqlarning hammasiga o'ziga mos keladigan niqoblarni tepdik. Biz matematika bilimini g'alaba ishlatdik. Bo'ldi, bu yoqqa qaranglar. Alvas yuzlik rasmga tortilgan vaqt bo'ldi. Apla, bundaq rasmga tortsak yaxshi bo'lmagudek. Barliq kichik maxluqlarning alvas yuzini ko'rolmadim. Biz yana bir qatim o'lchishimiz kerakmi? Sizlar raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Biz yana matematika maxfiy askartma so'zini yana bir qatim deyishimiz kerakligini bildirdi. O'lchash. Men 3 sanayman. Boshlaylik. 1, 2, 3. O'lchash. Qaranglar, xalit maxluq ko'rsatish ekran keldi. Gül tashtikining ichida bir g'alati gul bor. Bir kichik maxluq gulga suv qo'yishni bek yaxshi ko'radi. Qaranglar, gul bag'asir yo'qlashga boshladi. Eliqi kichik maxluq qayerga ketgandi? U gul bek cho'ng'ib ketgach, kichik maxluq kichikgina ko'rinib qoldi. Ko'rsatish ekranida biz eliqi kichik maxluqni ko'ra olmadik, chunki gul kichik maxluq qaraganda egiz, gul kichik maxluqni to'sib oldi. Xuddi Mufida xonim egiz kelgan kichik maxluqlarni pakar kelgan kichik maxluqlarni to'sib olganga o'xshash. Shunga bu egiz kelgan kichik maxluqlar cho'qim bo'yi pakar kelgan kichik maxluqlarning keyinib turishi kerak. Biz qanday qilib bo'yi egiz maxluqlar bilan pakar maxluqlarni ayriya olamiz? 6 dona g'alati maxluq aldirab mengib o'tadi, chunki ular kechikib qolgan edi. Bir qism g'alati maxluqlar eshikdan o'tib ketdi. Bu eshikdan o'tmoqchi bo'lsanglar, bo'yinglar paka bo'lishi kerak. Agar g'alati maxluq bek egiz bo'lib kelsa, u eshikdan o'tolmay qoladi. Dal mushunda biz kichik maxluqlarning bo'yining egizligi eng kichik bo'lgani 2 o'lchash bo'ligi ekanligini bilamiz. Har qanday egizlikdagi kichik maxluqlar bu 2 o'lchash bo'ligidagi kichik maxluqlardan eshib ketganlarning hammasi egiz hisoblanadi. Undaqda biz yana bir qatim o'lchamdiq. Undaq emas, Maxkovo. Sen qaysi kichik maxluqlarning bo'yi egizligi 2 o'lchash bo'ligini eshib ketganligini ko'rsatib qo'yay. To'g'ri. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Biroq men sizlarga qanday ko'rsataman? Sen o'zingni egizligi 2 o'lchash bo'ligi bo'lgan ishga aylandir. Andan bu kichik maxluqlar sining ostidan o'tsin. Әгімішіктен өтіп кеткенлерінің әмісі пакарға тәбә болды, рәсімге тұрды. Әгімішіктен өтелмеген кішік мақлуларның әмісі егізге тәбә болды. Олар рәсімге түскенде кейніке рәті тұрды. Болды, әгімішікке айланғын. Hey, sen özünü dəl işki ölçəş bölüki egizliktik işki aylandırıp sen. Buludu küçük məxluqlar. Kim qovunun asını ötüp gidəliydi, qarab baxaylı. Ben gıdıqım kep ketdi. Buludu, sen əgimişikdən ötüp getdin. Sen
Bu kichik maxluq bek egizgan. Sen keyingi ret turg'in. Nima degan qiziqarli o'yin bu? Bo'ldi, ishqilib bek egizgansizlar. Keyingi ret turinglar. Bek qaltis bo'pti. Men barliq kichik maxluqlarning alvas yuzini ko'raldim. Ko'pchilik, sizlar eng qaltis xaliti maxluqlarning usuli orqali olqish yangirtinglar. Rastilla bek qaltis bo'ldi. Sizlarning yordamingizga rahmat. Sizlarmi nemishqa birlikda rasm tushib qo'ymaysizlar? Vah, qaltis. Rasmga tushish. Men rasmga tushishni bek yaxshi ko'raman. Go'o, ehtiyot qiling. Ko'pchilik birlikda kishmish tanglar. Kishmish. Yaxshi qildinglar, g'alit maxluq matematika adatikilar. Biz barliq niqoblarni ratladik, hamda ularga alvasti yuzlik rasm tushishga yordam qildik. Biz o'lchashga doir bilimlarni o'rganib oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangirtayli. Emas 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimini g'alaba qilishni istaldik.